haqida video qilgan edim yaqinda. Hozir qanaqa ishlashini realni ko'rsataman sizlarga. Xo'p, buni ko'rishingiz mumkin. Mana bu rozetkamiz. Rozetkamizni ulab qo'yganmiz. Ishlab turibdi. Plyusimizni ulab qo'yganmiz. Farqi yo'q, qaysi simlanishi. Bu apparatimizni yo'q qo'yganmiz. Bu yerdan shit yig'ish jarayoni ketyapti. 6 oyda yig'ilgan shit bor edi. Mana shu sim qidirish ketib qolgan bu yerga 6 oy. Qani? Mana buni yoqamiz. Bosib turib, bitta sekin tekshiramiz shuncha sim orasidan. Mana. Mana sim o'zi belgilab qo'yganmiz, mana rozetka qilganmiz, shu topildi. Qolganlarni misolchi mana ovoz chiqmayapti. Zo'ra tez topib qolamiz. Buni o'rniga Unit'da 683 modeli bor-ku, o'sha yaxshi deyishingiz mumkin. Mana bu aytayotgan narsa 683 modeli. Buni afzallik taraflari YouTube simni tiqib turib, har bitta simni tolasi uzilgan, uzilmaganligini bilib olsa bo'ladi. Keyin buni masofadan tekshirsa bo'ladi, qancha masofaga necha metrga borganligini bilib beradigan narsa. Endi narxiga yarashadi. Bu misol uchun 150 ming so'm bo'lsa, bu 700 ming so'm narx berish bilan. Bu endi amerikanskiy deyishyapti. Bu narx-navosi yo'q ekan endi. Podarka ekan bu. Bu ham o'ziga yarasha ekan. O'ziga yarasha ekan.